Ateliga kelib dam oldik, ozgina uxladik, zo'rg'a turdim. Soat hozir 8:30 bo'ldi. Italiyada ujinni kech qilinadi. Mana ujinga bo'lgan obrazim leondan shim и leon kofta tepasiga. Oyog'im leondan qoqsan mayli. Rosa menga bir joylari Toshkentni eslatyapti. Milanchi, hozir ko'rsatamansizlarga. Bilmayman, nimagadir Toshkentni o'xshatyapti menga. Only in Milan, nowhere else in Italy. We used to know the good places to go, and or they would actually, some of it's just crappy food, some of it's So what should we eat? Ovqatlanishga o'tirdik qizlar. My first Aperol Spritz in Italy. I wanted the pizza. Pastani qaranglar, zo'rligini. Qizlar ulgurmayapman videoni montaj qilishga, o'shanga tez qilyapman. Mana Italiyada eng populyarniy narsa u gelato, morojenoga o'xshagan narsa, но sal texnikasi boshqacha qilinadi. Italiyadan chiqqani uchun обязательно Italiyaga kelganda gelatoni yeb ko'rish kerak deb aytishadi. Kim podpiska qilmagan bo'lsa, Instagramga podpiska qilinglar, u yerda ko'proq videolar qo'yaman yoki rus tilidagi YouTube kanalimda ham videolar chiqadi. Bu ertalab faqat kofe ichiladi, ozgina bitta unaqa kruassan bilan birga. Obedda faqat sendvich yeyishar ekan italyanецlar yoki kolbasa, sir degan bunaqa ovqat yeyilmas ekan. Obed paytida ovqat 9 da kech payt, 9 dan keyin og'ir, mana pasta, shunaqa narsalar yeyishar ekan. O'shanga Italiyada men bir marta ham ko'rmadim, semiz odamlarni hammasi patyanutli ozg'in odamlar, ну, значит, shu narsa ta'sir qilar ekanda. Mana ertalab, kunduz kuni ham kech payt Amerikada og'ir ovqat yegani uchun baribir to'liq odamlar ko'proq. O'zbekistonda ham odam masalan 40 dan keyin, 50 dan keyin ko'plar уже semirishni boshlaydi, chunki og'ir ovqat yeyiladi. Salom qizlar, biz hozir Milandan ketyapmiz. Hozir mana bu tramvayga o'tirib, mashinamizni arendaga oldik. Milandan endi Florensiyaga ketamiz. Florensiyadan butun yo'limiz bilan Sitsiliyaga ketamiz. Har bitta joyda 1-2 kun to'xtab, bu yerda biz hali 2 hafta bo'lamiz. Xudo xolisa, yo'q, уже 11 kun qoldi. Qizlar, hozir ertalab kofe ichishga o'tirgan joyimizda oq narsa, oq shorti kiygan edim-da bugun. Oq anaqa bilan qanaqadir narsaga o'tiryapman-da, keyin bilib qoldim. Oq shortiga orqasi zeleniy, anaqa ko'kmi, zeleniy nima derdi? O'shanaqa rang bo'lib qolibdi-da. Hozir men kafega kirib, yana shunaqa oq narsa kiyib oldim, boshqa uni yechib yubordim. Men koftamni ham o'zgartirdim. Soat 3 da mashinamizni olishimiz kerak edi arendaga. Hali 3 bo'lmaganiga berishmadi, endi kutyapmiz. Obedlanamiz. Italiyada bir narsa bermoqchi edim sizlarga. Bular obedda unaqa kuchli ovqatlar yeyishmaydi, faqat sendvich shunaqa narsalar yeyishadi. Chunki bu yerda soat 8-9 dan keyin faqat italyanskiy og'ir ovqatlar yeyishadi, kech payt bular. Kunduz kunlari faqat bunaqa sendvichlar, keyin sir, kolbasa, mana shunaqa narsalar yeyishadi. Bu italyanskiy kulturadan bitta narsa sizlarga. Mana obed paytida mana bunaqa berishadi, уже mana obed paytida mana bunaqa narsa berishadi, ular уже pre-make, то есть mana bunaqa pishirib berishmaydi-da, уже tayyor bo'lgan narsa obedda yeyiladi Italiyada. Hamma joyida shunaqa, kulturasida shunaqa ekan. Kofe ichdik qizlar, hozir obedlandik. Endi mashinani 2:30 da olib Florensiyaga ketamiz. Bu yerdan ko'p videolar bo'ladi. Bo'ldi qizlar, oldik mana mashinamizni. Endi yo'lga ketdik. Milandan ketamiz.
почти butun Italiyani aylanamiz. Endi butun emas, no yarmini точно, xudo xolasa. Bo'ldi, ketdik qizlar. Qizlar Florensiyaga keldik. 3,5 soat mashinada Milandan. Hozir ko'rsataman butlarni. Mana ishini qaranglar. Voy, bilmayman nechinchi asrdan qolib ketgan bu ishinglar. Mana keldik. Mana qizlar. Qaranglar, mana eski zamondan qolib ketgan. Menga shunisi yoqyapti. O'shaning uchun shuni oldik-da. Bu Airbnb. Bu otel emas. Mana bu bitta xona. Okay. Men imенно shunaqa joy xohladim-da. Okay. Men imенно shunaqa xohladim, чтобы mana eski italyanskiy vibe sezish uchun-da. Mana qizlar, hozir ikkinchi xona ham bor deyapti. Mana buvimlarda oldin mana shunaqa eshiklar bo'lardi uchastkada. Hozir endi hamma narsa современный. Mana yana bitta. Yana bitta xonani ko'rsataman dedi. Tanlaylar deyapti. Oh, that's nice. I know this is nice, but the air conditioning is a little bit more feeble. It's perfectly refreshes the room, especially if you leave it inside and you refresh. Shuni. Just that red for me is not a good color. Green is not. Oh, yeah. Qizil rangi uncha yoqtirmadilar pochshalar. San tanlagan deyaptilar. Menga farqi yo'q. Oh, 101. Yes. Shuni olamiz, mayli. Shu ham yaxshi. Yani qizlar, xursandman shunaqa joy olganimizga. Ana otellardan odam o'sha joyga tegdi, otellardancha. Mana har xil kofelarni qilib qo'yibdi budga. Mana bitta har xil snacklar, balobattarlar, qancha yeysiz qolasiz. Nimaga bunaqa narsalar yeyman to'g'risini aytsam. Mana. Mana bittada mana bunaqa terrasasi bor ekan. Kofe ichib o'tirasiz. Mana kimga vaqti bor ekan bu yerda kofe ichib o'tirishga, no balki ertalablar. Ужинga keldik. Qizlar, italyanskiy restoranga bo'lsa. I should just say it's the time zones. Okay, it's 3 a.m. in Japan, and I don't know if it's tradition or not in some places. But I don't know if it's tradition or not. For our little No. Take your drink first. A big drink, and then I'll take a picture. That's the deal. Take a drink on that table. A good drink. I mean, it's like very, very detailed and very strange, right? No, video they bring. That's why she taking the camera. Okay? But these people were there instead. Qizlar avtobusga o'tirmaganimga qancha bo'lib ketdi bilasizlar? 20 yil bo'lsa kerak kamida. Prossima fermata, Voltacure. Chiroyliligini qaranglar. Mana shunaqa eski Italiyani ko'rishni xohlayotgandim deyman. Mana shu gashtada, shu gashta qizlar. Mana hamma joyda mana shunaqa ko'chalar. Mana anaqaga o'xshirgan, qaranglar, madrasaga o'xshirgan. Hozir tur oldik qizlar. Turlarni olish mumkin emas, o'shanga men turlarni olmayman. Keyin sizlarga o'zim sekin aytib beraman. If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. These little problems, we could solve them
try another, but I know you've got one. But there's no hurry, the lights calling. In the van we're driving to Austin. This feels like time is making fun of me, taking away at the walls and I can barely breathe. This might be my only chance to leave. Let's not miss this opportunity. Leave in with me. You're the king of Carolina. You're the singer. Your band's behind you. Crowds around here, they just talk through you. Nothing's better when they love you. Rumor has it there's an angel in the crowd where you guys are playing. We've been drinking, so now we're praying they don't find us, 'cause man, we're wasted. Feels like time is making fun of me. Muzeyga keldik qizlar. Voy shunaqa zilasi ko'p ekan. Oy oy oy. This might be my only chance to leave. Let's not miss this opportunity. We feel crazy. To my family, I love them. Tell them that I'm doing everything I can to make it home for Christmas. To make it alive. Do it again, yeah. Yeah. Biz Italiyani har xil shahariga boramiz. Mana birinchi Milanga keldik, keyin Florensiyaga, Florensiyadan keyin Rimga boramiz. Rimdan keyin Amalfiga boramiz, keyin Kapriga boramiz, keyin Sitsiliyaga boramiz. Har xil shaharlarga. Italiya u katta mamlakat. Hamma joyga mashinada boramiz. O'shaning uchun har bitta joydan sekin ozgina ko'rsatib ketaman, chunki ham rus tiliga snimat qilish, ham budga snimat qilish, ham TikTok, Instagramga har qattam odam ulgurmayapti. Ko'proq o'zim ham naslаждаться qilgim kelyapti, faqat video qilmasdan. O'shanga sizlar uchun sizlar ham ozgina ko'ringlar men bilan deb sizlarga ko'rsatyapman. Restoranga, конечно же, qatgan kelardik yana Italiyada. Ужин yeymiz. I think we all thought that we did the right thing, but it didn't turn out that way. It's been heavy and we're starting to break, but I hope you'll be okay. There's little difference in the words that we say, 'cause we all want the same thing. The sun still rises in their usual way to welcome the new day.
places I